Men farzandlik burchini his qilgan, maqsad sari intilayotgan yoshman. Bugun o'qiyman, izlayman, o'z ustimda ishlayman. Chunki buyuklik mehnat, sabr va bilimda. Bir kun kelib men ham O'zbekiston bayrog'ini dunyo osmonida baland hilpirataman. Uni g'urur bilan tutaman. Men haqqoniy so'zning elchisi bo'lishga bel bog'lagan jurnalistman. Bir kun kelib bilimim, nutq madaniyatim va rostgo'y qalamim bilan O'zbekiston nomini jahonga jaranglataman. Men yaratgan har bir maqola, aytgan har bir so'zim yurtimning sha'nini porlatadi. Men bayrog'imizni dunyoning eng yuksak minbarlarida baland tutaman. Men jasorat va matonat timsoli bo'lishni orzu qilgan bokschiman. Har tong mashq qilaman. O'z ustimdan tinmay ishlayman. Mashaqqatdan qo'rqmayman, chunki bilaman, sahnada g'alaba qozonganimda do'mbira sadolari ostida bayrog'imiz hilpirab mening qo'limda ko'kka ko'tariladi. Men g'alabalarim bilan bayrog'imizga faxr bag'ishlayman. Men vatanparvar qalb sohibi bo'lishni istagan harbiyman. Tinchlikni sevaman, adolatni himoya qilaman. Yurtimning har qarichini sadoqat bilan qo'riqlayman. Qasamyodim yurt sha'ni vazifam xalq osoyishtaligi. Men bayroqni qumushoqchi qalqonman va uni baland ko'tarib turadigan kuchman.